Menga ikkita nashriyotdan sovg'alar kelgan, ikkalovini ham ochib ko'ramiz. Birinchisi Nasim Kutubdan. Ichida nima kitob borligini to'g'risini aytsam o'zim ham bilmayman. Sizlar bilan birga ochib ko'ramiz. Bu yerda qanaqadir yozuv bor ekan. O'lim bilan ayriliqni tortishibdi. 50 dirham ko'p kelibdi ayriliq. Oh my god. Shu kitobni o'qimagandim. Lekin hamma joyda ko'rgandim, qiziqqandim. Ikkinchi kitob esa bu ko'zdan. Buni chiroyliligini qaranglar. Bu ko'zdan adashmasam birinchi marta kitob olaman. Adashmasam chiqyapti. Lekin yirtqinim kelmayapti qolsin. Qalin muqovada Gannibal kitobi. Adashmasam Tomas Harris Qo'zg'ichoqlar sukunatini yozgandi. Hali u kitobni o'qimasimdan Gannibal kitobini jo'natishdi. Ikkita kitobni ham o'qib, sahifamga joylayman. Uning uchun menga obuna bo'lib qo'ying.